Diqqat qiling. Ramazon oyida arab xurmosini iste'mol qilishga taqiq qo'yildimi? Bu videorolikni barcha mo'min musulmonlar bilishi shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonga 14 ming tonna arab xurmosi eksport qilindi. Bu haqida Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 2025-yilda O'zbekistonga 19 ta davlatdan qiymati 10,3 million AQSh dollariga teng bo'lgan 13,983 tonna arab xurmosi import qilingan. Import hajmi o'tgan yilga nisbatan 3,4 ming tonnaga oshgan. 2025-yilda O'zbekistonga eng ko'p arab xurmosi yetkazib bergan davlatlar: Eron 11 ming tonna, Tunis 809 tonna, Turkiya 416 tonna, Saudiya Arabistoni 327 tonna, Qozog'iston 229 tonna, Ozarbayjon 223 tonna, Birlashgan Arab Amirliklari 216 tonna va boshqa davlatlardan 768 tonna xurmo eksport qilingan. Ma'lumot uchun 2026-yilda O'zbekiston bozorida 1 kilogramm arab xurmosi naviga qarab taxminan 35 mingdan 70 ming so'mgacha bo'lgan narxlarda sotilmoqda, deyiladi xabarda.